Dam olish kunimni sizlarga qisqacha ko'rsatib bermoqchiman. Eng birinchi partalarimni artishdan boshladim. Partam deraza tomonda joylashganligi sababli ko'p chang bo'ladi. Hamma narsani bitta olib artib qo'yib qo'yaman joyiga. Artib bo'lganimdan keyin rasm chizishga o'tirdim. Rasm chizish yaxshi ko'raman, lekin ko'p vaqtim bo'lmaydi. Shuning uchun bugun chizgim keldi. Men uncha rasm chizishni bilmayman, lekin hobbi uchun chizib turaman. Rasm chizayotgan payt xafa edim, shuning uchun umuman chizgan rasmim o'xshamadi. Chunki bitta rasmni mo'ljallab chizayotgandim. Kayfiyati bo'lmagan mahalam rasmim o'xshamaydi. Yaxshi ko'rgan ashulamni yoqib bemalol boshqatdan chizishga qaror qildim. Zuma tasavvur olamimga qarab chizdim. Yulduzchalarni qilaman deb qo'lim vashi kraska bo'ldi, ham to'kilib ketdi. Eng glavniy rang oq. O'zi kam qolgan edi, shu ham to'kildi. Ko'rsizlik qildim. Uyda ukam bilan qolganim uchun oq tepa lavashdan narsa zapas qildik. O'zi ramyon dotida, lekin ramyon yegim kelmadi. Keyin lavashga ko'ndik. Setidan aytdik. Ovqatlanganimizdan keyin rasmimni yana to'g'irladim. Oyi umuman o'xshamadi bilaman. Chunki oq qilmoqchi edim, qorani rangi urib qovurdi. Undan tashqari men yangi maska oldim. Bu qo'l uchun maska. Buni ko'pchilik bilmaydi yoki biladi. Men birinchi marta ishlatib ko'rishim. Boshida ochdim, boshida quruq bo'lar ekan, lekin ichida o'zini geli bo'lar ekan. Boshida buni qanaqa qilishni bilmadim, chunki ulangan ekan. Amallab lekin tagidan ochdim, qiyin ekan ochish. Qo'l uchun maska bo'lgani uchun 20 minut yoki 40 minut bo'lar ekan, aniq bilmayman. Men 20 minutga qo'ydim. Qo'lim shula panjasi bo'lib qoldi. Lekin rezultati bittada bilinar ekan. Shunaqangi oppoq qo'ydi. Agar sizlar ham ishlatib ko'rsanglar, sizlarga ham seziladi. O'zi aslida birinchi yuzimga maska qo'yib, keyin qo'limga qilishim kerak edi. Ammo men shoshilib birinchi qo'limga qildim, keyin yuzimga qo'ya olmadim. Men maskani 20 minut kutib, keyin yuzimga qo'ydim. Agar yuzimga birinchi qo'yib, keyin qo'limga qo'yganda 20 minut ikkalasi bittada bo'lardi. Menga maskalar qo'yish juda ham yoqadi. Ham yuzingizni oqartiradi va namlantiradi. Men odatda kechki payt qilaman maskalarni. Keyin uxlashdan oldin krem suraman. Bugungi mini vlogim yoqqan bo'lsa xursandman. Obuna bo'lishni unutmanglar.